Assalomu alaykum. Xayrli kech hammaga. Xo'p, men sizlarga bitta zo'r narsa bilan ulashmoqchiman. Xo'p, bu uzum marketi savdo qiluvchilar biladi. Xo'p, Uzum Selling analiz sayti. Qaysi mahsulot bilan kirmoqchisiz? Nima sotmoqchisiz? Qaysi mavsumda qanaqa mahsulot bilan kirish kerak? Necha puldan olib, necha puldan sotish kerak? Bu analiz sayti. Xo'p, hozir ochib olamiz. Mana. Bu tarafiga qaraymiz. Bu tomonda polni bu baland tomoni bizga ko'rinish bo'yicha o'ng tarafi savdosi o'sgan, minusga tushgan tomoni bu yog'i pastlagan savdo, salomatlik bo'yicha pastlagan. Dacha bog' va tomorqaniki 9% ga pastlagan. Hop, bu yoqdan poyabzallar ham уже -4 pastlagan. Уже qishki narsalarda hamma bo'ldi. Уже pastladi. Eng to'pi hozirda yanvar, fevral faqat oziq-ovqat mahsulotlari o'tadi, chunki hamma uyda dam oladi. Yangi yil shukuhi va 38% ga ko'tarilgan. Aksessuar hamisha tipda 20, 23, 25 o'ldi deganda 15% ko'tarilishda turadi. Xo'p, bu tomonda mana ofshiy bergan, qaysi kategoriya necha foizdan olayotganini, bozorda ulushini. Bu tomonda mahsulot tanlash, kategoriya qatlami, xo'p, SEO joylashuvi, sotuv do'koni. Bu sayt bilan kirasiz. Mana yerda qancha tushumi bor? Oylik, kunlik, bu yerda 30 kunlik muddatdagi 588 milliard 8 million pul aylanmasi, bir oylik tushumi. Do'konlarda soni 48,898 mingta do'kon bor. Xo'p, sotuvlari bo'yicha 49% nimada? 49% do'kon sotuvda ishlaydi. Bundan teng yarmi, почти 51% aktiv emas, уже faoliyatini to'xtatgan yo foydalanmaydi, yopib yuborgan. Faqat do'konda soni faoliyat ko'rsatib, aktiv soni уже 49% ni ko'rsatadi. Kartochkalar bu tomonlari уже analizlar. Top 30 kunlik ichida oboroti baland do'konlar nomlari mana bu chekkadagi mana bu ko'rsatayotganim. Xo'p, endi